Bobur. Ish qilib Dubayga borib kelganimni so'rasin-da. Ha, qara anu, men Dubaydan kelyapman. Yo'q, anu, представляешь, men Dubaydan kelyapman. O sen men tushunmayapsan. Men tushundim, sen tushunmayapsan. Без понятия, men Dubaydan kelyapman. Девочка, Habibi, sizlarda dastlabki xizmati bormi? Men yaqinda Dubaydan keldim. Tentak. Nima bu ahvol sovuq kunda? Dubayda hamma shunday yuradi, qishloqi. Kasal bo'lasan-ku. Dubaydan kelganlar kasal bo'lmasmish. O aka, mabodo sizda savol tug'ilmayaptimi, bu yigitcha yaqinda qayerdan keldi degan? Qishloqdan keldingizmi? Dubaydan. Siz Dubayni qayerdan ham bilardingiz? Детский понятkalar, men yaqinda Dubaydan keldim. Keyingi savol, Bobur, eshitishimizga qaraganda yaqinda bir davlatga borib kelgansiz. O'sha davlat qaysi? Haqiqat yoki jasorat? Haqiqatni aytaman, Dubayga borib keldim, Dubayga. Dubai. Ko'rishmasak mayli jonim goodbye. Chiqilib 2 oyda bitirasanlarmi remontni? Ha, ulguramiz, biz professionallarmiz. 2 oyda uyingizda kukulka qilib qo'yamiz. Qanada kelib ko'raman lekin. To'xtang. Ha, 200 ming pul tashib keting. nimaga? No, endi kraskaga. Bo'pti. Ha. Chop aroqobkida remontchi. Shoshyapsanmi? Yo'q. Yonyaptimi bu joy? Yo'q. Davay olib kel aroq. Sen zaksga nima olding? Kalpas oldim. Halolmish qilib. Minusu jo'ra. Yo, bilus. Minus. Yo, bilus. Uradosi ko'rasan. Ko'ramiz. Ha, minus ekan. Ha, minus. Ya, subhanalloh. Assalomu alaykum. Qadrlaymiz. 2 oyda bitar deganing qadrlaymiz. Amana kukulka. Shu kukulka. Nima qilaylik? Biz ham o'ynab yurganimiz yo'q. Bir normal asbobimiz yo'q. Qilib ishlaylik biz ham. Hali asbobmi? Hozir men senga asbob boksdan olib kelaman. Tomosha qilasan. Tomosha qilamiz. Bo'ldaki uy sayyor. Mana bo'lar ekanmi? Bo'ladi. Mana aytganimda asbobni zo'ri kerak deb. Asbobing so'z bo'lsa, mashaqqating oz bo'lar deydi. Asbobi ham bo'yiga yarasha ekanda. Nima edi? Sen qaysi asbobni aytyapsan? Ana asbobi. Epa. Epani aytyapsanmi? O'l nima ekan deyapman. Bobur xafa bo'lmagani 30 ga kirding, lekin hali ham o'ylanmayapsan-da. Tezroq o'ylan, jo'ra. Yo nima osmondagi oyni kutyapsanmi? Men onasi o'pmagan qizga uylanmoqchiman. Onasi o'psa nima bo'ladi? Men ko'tara olmayman undaqasini. Men hali shunday qizga uylanay, onasi o'pishga ulgurmagan bo'ladi. Tomosha qilasanlar. Sanlarning xotinlaringni onasi o'pgan bilasizlarmi? Meni xotinimniki o'pmagan bo'ladi. Yo'q. Nimaga o'pding? Qadrdonlar, mana shunday issiq kunlarda ko'chada mana shunday ishlab yurgan hamyurtlarimizga ichimlik tarqatamiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Yo'q. Shunday issiq kunda sizga ichimlik tarqatmoqchimiz. Mana. Nashatmi? Nokliga ham chiqdim buni. Baraka topinglar. Aka, agar malol kelmasa, shuni kameraga qarab bir og'iz gapiraverasizmi? Yaxshi kontent chiqadi. Nima deb beray? Shu bolalarga rahmat deb. Mana shu yigitlarga rahmat, shunday issiq kunlarda nashat Yo'q, so'kiladi. aka. Mana sal ta'sirliroq qilib gapirsangiz yaxshi bo'ladi. Zvezda bo'lib ketasiz. Yig'labroq-a? Mana shu yigitlarga rahmat. Mana shunday issiq kunlarda meni yo'qlab nashat. Ming bor uzr, juda yig'lab boryapsiz. Yig'lamsirab emas. Kayfiyat bilan yaxshi gapirsangiz, yaxshi kontent chiqadi, aka. Ketdik. Mana shu yigitlarga rahmat. Mana shu Narsat degan joy kameraga ko'rinsa, aka. Men senga aktyormanmi? Sen sovuq qilmoqchimisan yo kontent qilmoqchimisan?
Yoqqa ber, mehriboncha. Asabiylashmang, yaxshi sok lekin. Bo'y qol. Ha. Sana shunday qilib layk yig'asan-da, ha? Kimni o'g'lisan? Qara ko'zim, qara ko'zim. Uzr aka. O'zingiz yo'lidan chiqyapsiz-ku, nima qilyapsiz? Yo'q, nima qilyapsiz? Bu yoqda urish mumkin emas, ko'chaga chiqib urishinglar. Ishib qoldingmi sen, ha? Ishib qoldingmi? Olmani ko'chada kutgan ko'chada gaplashamiz. Vaqting aka bor ekan, o'sha yerda gaplashamiz. Bolchiq. Aka, katta rahmat. Qutqarib qoldingiz, o'zim kachoq ekan. Nima bo'lyapti deydi? Aka, bunaqasi hali O'zbekistonda bo'lmagan. Xolodilniklar narxi vashcha tushib ketdi. 5 minut tutib ol chiqaman. Sen bilan gaplashaman, boshqacha gaplashaman lekin. Aka, mart oyida Idiyada arzon narxlar mavsumi boshlandi. Bu aksiyada narxga ham 12 oy bo'lib to'lashga ham osis bo'ladi. Zo'r-ku. Bu Ganras g'irt bekorchimi deyman. Kutib tur desam, kutib turibdi-da mani. Ketavermaydimi? Aka, bunaqa narx hech qayerda bo'lmasa kerak. Masalan, 211 litrli Premier xolodilligini naqd pulga 2 million 499 ming olsangiz bo'ladi. 12 oyga 249 ming so'mdan to'lab olsangiz bo'ladi. Kattarog'i ham bormi? Bor. 212 litrli Artel xolodilligini naqd pulga 2 million 999 ming so'mga olsangiz bo'ladi. 12 oyga 349 ming so'mdan to'lab olsangiz bo'ladi. Kattarog'i bormi yana? Uncha kattasiga qiziqdisiz, a? Yo, men endi oz vaqt o'tkazaylik. Mani ketmayapti eshak. Mana dizayni bomba 348 litrli Premier xolodilligini oyiga 459 ming so'mdan to'lab olasiz. Sovg'asiga 32 talik Smart TV. Televizor berasizlarmi sovg'asiga? Ha. Zo'r-ku. Aka, katta deysiz. Mana katta oilaga 503 litrli Goodwill xolodilligimiz bor. Buni oyiga 999 ming so'mdan olsangiz bo'ladi. Sovg'asiga Laretti kir mashinasini ham beramiz. Zo'r-ku. Aka, undan tashqari bizda Samsung, LG xohlagan brenddagi xolodilliklarga aksiyaga tushgan. Kelasiz, maza qilasiz, olasiz, ketasiz. Ya xudoga shukr ketdani. Bo'ldi aka, ertaga kelib olib ketaman. Ketdani, men ketdim aka. Ketib qopti-da, qo'rqoq, duq, yo'q. Akajon ketmaganmi deysiz? Nima xohlaysiz menda? Odam emas ekansiz, aka. Ko'chada kutdingiz, kutib o'tirman. Vaqt yo'q deyapman. Kam sotib o'tiribsiz. Chiqmaysizmi tezroq? Nima deyapsan, to'y? Zalga chiqib hamma joyingga ishlabsan, ovozga ishlamabsan-da. Bor yo'qol. Bor yo'qol ayanga aytaman hozir. Bor yo'qol. Nima bo'lasan? Unaqa gapirma. Kulgu kelyapti uka. Boburboy aka, buncha boylikka, buncha mol dunyoga qanday erishgansiz? Buni hammasi o'sha mudhish kundan boshlandi. Baxtiyorov, katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? Prokuror bo'laman. Молодец, zo'r tanlov. Mansurov, sizchi? Men bilmayman-da. Nimaga bilmaysiz? Men bilmaganimni bilmayman-da. Kim bo'lmoqchisiz? Traktorchi bo'laman. O'shanda hamma sinfdoshlarim ustimdan kulishdi. Boburboy aka, uyingizda bo'ri ham boqasizmi? Qanaqa bo'ri? Abdusator akam kuchugi-ku. Ha. Xo'sh, keyin nima bo'ldi keyin? Keyin alamdan 2 gektar yer olib, ketmon chopdim. Undan so'ng esa qarzga traktorcha sotib olib, yer haydashni boshladim. Va men qishloqda birinchi bo'lib, katta jini bashara divizok sotib olib, arendaga berdim. Qarabsizki, qishloqning eng oldi fermeriga aylandim. Bog' yaratdim, rog' yaratdim. Qo'limda son sanoqli ishchilar ishlashardi. Davralar mensiz o'tmasdi. Atrofimdagi odamlar "A" desam ham kulardi, tavba qildim. "B" desam ham kulardi, tavba qildim. Ishonasizmi? Yig'lasam yig'lardi bechoralar. Boburboy aka, keyin nima bo'ldi? Keyin onasini emasin dedim-da, Sergelida mana shu do'konni ochdim. Xullas, bu do'konda turli xil generator, divizoklar, kemamnaqangi mayda traktorchalardan tortib, katta traktorlargacha butun O'zbekiston mendan sotib oladi. Zo'r. Nima uchun dey? Nima uchun? Chunki ular ham menday boy bo'lib ketishni istaydi. Ha, demak boy bo'lib ketishingizga qarzga olgan traktoringiz sabab bo'lgan ekanda. Yo'q, sinfdoshim Baxtiyorovning sumkachasidagi moshincha sabab bo'lgan. Mani mo'ylovim ham flomasterda chizilgan.
Xullas bitta zo'r fikrcha kelib qoldi-da, bitta konkurs uyushtirmoqchiman. Qaranglar. Qanday bo'ladi bu konkurs? Men video tayyorlaganman. O'sha videoni montaj qilganman, unchalik qila olmayman. Tan olaman. Keyingi storiesimga o'sha videoni qo'yaman. O'shani kimdir skachat qilib olib, zo'r montaj qilib, tagiga muzikalar qo'yib, kreativni yondashib, o'sha videoni mana shu nomerlarga jo'natasizlar. Eng zo'rini tanlab, men storiesimga qo'yaman-da va o'sha videoni tayyorlagan odamni atmetka qilib qo'yaman. Ishli ham bo'lib olishinglar mumkin. Kimdir MMMchik yoki mana bunaqa mobilograf qidirib yurayotgan bo'lsa, ishli ham bo'lib olishinglar mumkin. Davay, qani kim kreativ zo'r yondashadi? Bu narsani zo'r o'ylab topishibdi-da, rasmga tushishga zo'r joy ekan, haqiqatan. Zo'r narsa o'ylab topishibdi. Orqani qaranglar, fonni yaxshi chiroyli qilib qo'yishibdi. Qaranglar, men Antaliyada dam olyapman. Sizlarga men qanday dam olayotganim qiziqmi, qiziq emasmi? Bizga nima, qanday dam olasan, deysizlarmi yoki? Agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, reaksiya qilinglar-da. Men qayerda, qanaqa joyda dam olayotganimni hammasini qo'yib olaman. Rasmlar, videolar, xullas sizlarga tanishtiraman. Nima deysizlar? Zo'r ekan lekin. Bugungi lokum yarashibdimi, yarashmabdimi? Nima deysizlar? Bunga ham 1 dan 10 gacha baho beringlar-chi.